Geçen safar radiator qo'yganimda shu radiator ko'pchilik 10 ming so'm, 8 ming so'm rasxod qilmaydi, ko'p aldayapsiz, siz mashinanisiz, unaqa bunaqa kommentariyalar yozib tashlang. Unaqa narsalar qilmanglar do'stlar, mana realni gapiryapman. Mana shu narsa bir kunda 8 mingdan 10 minggacha rasxod qiladi. Nimaga unaqa deydiganlar uchun qaylar do'stlar? Mana termostat bo'ladi, o'zini tenti bo'ladi. Mana termostat o'zi isigani 80 gradusga chiqqandan keyin avtomatik termostat o'chadi, chalaqqa aytib o'chadi. Keyin o'zi me'yorga kelgandan keyin yoqadi do'stlar. Termostat bekorga 8 mingdan 10 ming rasxod qiladi demayapman do'stlar. Isisi haqiqatan normali do'stlar, uylarni bemalol isitadi. Nechi xonali, nechi kvadratli uyni isitadi aka mana shu. 4 ga 5 xonani bemalol isitaveradi aka. 4 ga 5 xonani bemalol isitadi deyapti do'stlar. Qarang, kichkinasi bor, bu nechta qo'rg'ali deysiz aka? 8 ta qo'rg'aliga narxi 500 ming so'm deyapti. Bunisi nechta qo'rg'ali? 10 ta qo'rg'ali narxi necha pul? 700 ming so'm deyapti. Bu 14 ta qo'rg'aligi bor. Buni narxi 1 million so'm do'stlar. O'zini termostati tenti bor, 80 gradusga chiqqandan keyin o'zi avtomatik o'chadi do'stlar. Unaqa bemalol kommentariya yozmanglar do'stlar. Uylarga ovorasizlar, istatasizlar, ko'rasizlar, yo'qsa pulini shirada tashlab berasizlar. Lekin mashina odamlar qamatini uradi. To'g'risini aytaveraman, ko'p holat bo'ldi. Uyga borgandan keyin telefon nomerini o'chirib olib bu qilyapti. Mayli, hammaga xudo bor do'stlar. Qayda mana ko'rib turganlarni bitta qo'rg'asi nech pul dedingiz aka? Bunisi narxi nech pul dedingiz qo'rg'asini? 45 ming so'm. Buni qo'rg'asi 45 ming so'm deyapti donasi. Qayda undan tashqari mana bunisi bor, buni narxi 30 ming so'm. Alyumin dedingizmi aka buni? Buni narxi alyumin deyaptilar. Narxi 35 ming so'm, 30 ming so'm. Kamkosini qilib beradi, alyumin deyaptilar. Olib keling baqa. Xolasiz ko'mirga, xolasiz xokaga mana profilizni nima deysiz buni? Profiliga buni narxi ham 30 ming so'm kami bor do'stlar. Qayla mana shu ko'rib turgan radiatorlarni aytib o'tib ketib, butun O'zbekistonga dastlabki xizmati bor. Kelishilgan holatda pastda nomer qoldiraman, aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. O'zlarining olib yoqqanlar kommentariya fikrlarini qoldirib ketdilar. Bu joy qaytadiganlar uchun Farg'ona viloyati Toshloq tumanida do'stlar. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Sizlar bilan nizolashmang. G'idish.